Hazreti İsa Yerixa shahriga kirib o'tib ketmoqchi bo'ldi. U yerda Zakay ismli bir boshqarlar boshlig'i bo'lib, u nihoyatda boy edi. U Hazreti İsa'ning qanday odam ekanligini ko'rishni orzu qiladi. Lekin bo'yi paka bo'lg'achqa, kishilar to'pi ichidan uni ko'rolmadi. Shunga u yugurib xaloyiqning oldiga o'tib, bir tup ujumi darg'iga chiqib oldi. Chunki Hazreti İsa bu yo'ldan o'tadi. Hazreti İsa u yerga kelganda, beshini ko'tarib Zakayga qarab, "Zakay, chopsan tush. Bugun men cho'qim sening uyingda qo'naman", dedi. Zakay darhol tushib, intayin xushal bo'lgan holda Hazreti İsa'ni uyiga opirib mehmon qildi. Buni ko'rgan jamoat, "Bu odam gunohkorning uyida mehmon bo'ldi", deb g'o'dilishib ketdi. Zakay o'rnidan turib, Rabbimiz İsa'ga, "Ya Rabbim, men mol-mulkimning yerimini kambag'allarga ulashtirib beraman. Agar men biror kishini aldab, haqini yavagan bo'lsam, uningga to'tasa qatlab qaytiraman", dedi. Bugun bu odam qutqizildi. Chunki u e'tiqod bilan o'zining Ibrohimning farzandi ekanligini ko'rsatdi. Inson o'g'li uningga o'xshash ozg'on odamlarni izlab qutqizg'ili keldi, dedi Hazreti İsa. U chog'da Hazreti İsa poytaxt Yerusalimga yetib kelishga ozli qolganligi uchun jamoat xato oldi. Uning Xudoning podshohligini tiklishiga oz qoldi deb qaraydi. Biroq Hazreti İsa ularga mundaq bir tamsilni aytib berdi. Bir oq so'ngak podshohlik taxtiga ega bo'lib kelish uchun yiroq bir yerga qarab yo'lga chiqibdi. Yo'lga chiqishdan ilgari 10 chaqirni oldiga chaqirib, har biriga birdan tilla berib, "Men qaytib kelguncha buning bilan tijorat qilinglar. Qani, qanchalik pul topdikansizlarkin", debdi. Biroq yurtidagilar bu oqso'ngakka o'sh bo'lg'achqa, kaynidan odam avatib, "Bu odamning bizga podsho bo'lishini xohlamaymiz", debdi. Oqso'ngak podsho bo'lib qaytib kelgandan keyin darhol ilqi chakorlarni chaqirib, har qaysisining o'qat qilib, qanchalik pul topganligini bilmoqchi bo'libdi. Boshda kagini, "Xo'jayin, men siz bergan tillani ishlatib, 10 tilla topdim", debdi. "Nihoyat yaxshi, sen yaxshi chakar ekansan. Men sana havola qilgan kichikina ishda ishonchli bo'lib chiqqanliging uchun men seni 10 shaharni boshqarishga tayinlayman", debdi xo'jayin. Ikkinchi chakar kelib, "Xo'jayin, men siz bergan tillani ishlatib 5 tilla topdim", debdi. "Senmi 5 shaharni boshqarsan", debdi xo'jayin. Biroq 3-chi chaqar kelib, "Xo'jayin, bergan tillayingiz mana turibdi. Men uni qo'l yog'lig'imga yo'gab uyda saqladim. Men sizdan qo'rqaman, chunki siz qattiq odam. Boshqalarga omonat qo'ysangiz, uning ko'payishini o'zingiz termisingizmi? Uning ho'slini kutasiz", debdi. "Ey yomon chaqar, seni og'zini chiqqan so'zlaring bo'yicha jazolayman. Sen mening terimay turib yig'ib oladigan, o'zimning bo'lmaganini elib oladigan qattiq odam ekanligimni bilib turib, yana nima uchun pulimni g'azinchilarga omonat qo'ymadim? Men qaytib kelganda o'simi bilan olmasmidim", debdi xo'jayin.
Keyin u yendiklarga uningdagi tillarni ilib 10 tilla topgan chakarga beringlar deb buyruq qildi. Xo'jayin uning 10 tillasi tutsa deyishibdi ular. Shundoq debdi xo'jayin. Berilganni to'liq ishlatganlarga texmi ko'p beriludi-da. Buning bilan ulardiki texmi ko'paydi. Lekin berilganni ishlatmaganlarga kelsak, ularning borimi elib ketiladi. Mening podsho bo'lishimni xohlamagan dushmanlarimga kelsak, ularni oldimga elib kelib, kallasini elinglar.